Uning so'nggi so'zlari: yoshimiz o'tgan sari aqlimiz to'lib borarkan, biz $30 soat ham, $3000 soat ham bir xil vaqtni ko'rsatishini tushunamiz ekan. $30 hamyon ham, $300 hamyon ham bir xil miqdordagi pulni sig'dirishini tushunamiz ekan. Mashina $30,000 bo'ladimi, $300,000 bo'ladimi, masofa va yo'l bir xil bo'ladi. Yetib boradigan joyimiz ham bir xil bo'lar ekan. Uyingiz 300 kvadratlimi, 3000 kvadratlimi, unda bir xil yolg'iz bo'lasiz. Sizning haqiqiy ichki baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. 8 milliard dollarni qoldirib qo'ygan shunaqa katta biznesmen, cho'qqiga chiqqan odam aytayaptiki, sizni haqiqiy baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. O'sha puling bo'lsa ham baxtli bo'lmaysan ekan deyapti. Bizni o'qildi 10dan biri ham 100dan biri ham yo'q. Lekin shuni orqasidan yugurib yuribmiz. Yetganlar aytayapti bo'lmas ekan baxt.